10 talik klientimizga Hop, bitta o'zi narxda qo'yib olaylikmi? bo'laveradi aka. Mana shu 10 ta telefon klienti shunday o'shalarga shu ro'yxat bo'ladi baribir. Shunday. Berib yuboramiz. Birinchi 10 talikka aka eng arzoni qilib xudo xolasa 200 ming so'mdan skidka narxda 1 million 900 ming so'mdan chiqarib beramiz aka. 1 million 900 mingga 1 million 900 ming so'mdan universal drabilkamizni chiqarib beramiz aka. Bu yerda pulimiz juda ham past ekan. Buningizni necha foizdan necha ishlatdik? Aka necha? 147. 147 pulga mana bu eng yaxshi drabilkalarimizdan qo'l qurib, hech qanday mahsulot tanlamaydigandan chiqarib berdik. Boshqa tortadi, havo to'sqichlari bor, bu yerga yuzga urmaydi. tepaga tashlamaydi. Ha, tepaga chasharamaydi, mana havo to'sqichlari atay qo'yilgan bu narsaga. O'zini. Xalqimiz duoda bo'lib like bosib turgani uchun 3 ta drabilkani bepulga beramiz. 1,5 talar yig'ilsa 1 ta drabilka, 2 talar yig'ilsa 2 ta drabilka beramiz. 1000 talar yig'ilsa shu videosida 3 ta drabilka beramiz. Uyingizda bepulga ishlatib, dastavkani ishlab qilib olib borib beramiz. Drabilkani qo'lolina. Xotda sifatli, xotda yaxshi ishlarkan. Ishonch bor. Ishonch bor. Xo'p, tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Bitta duo qilasiz, biz Farg'onaga qaytamiz. Javob. Tavsiyalik otajoningizni berishni kelib ketmas, umrimizni, rizqimizni, iymonimizni doim o'zimizga hamroh qilgin. Hammalaringga nima talabmasingizmi, doim Alloh bersin. Allohu akbar. Bu naqa jiyanim. Narx haqida ham bitta gap. Sizlarni og'irlagingiz qilib maqsadda ishlab chiqaradigan muvaffaqqiyat drabilka oladiganmiz. Olov birinchi ostida ishlab chiqaradigan drabilka narxlarini va ishlashlarni ko'rsatamiz. Arzimas mehnatlarni qo'llab-quvvatlagan holatda bir donadan like bosib iltimos qilamiz, hurmatli obunachilar. Pulniga va doimiy shu videoni ko'proq qilib ko'rishni sababchi bo'lasiz xolos. Sifati o'zgarmagan holatda narxlari arzon qilib, elitga qaraganda bir qadam pastda, lekin nomerlarni ko'rsatamiz. Ushta akalarimizdan bir qator ma'lumotlar beramiz. Akalar shu like bosgan insonlar hattoki bepulga drabilga yetib olishlari mumkin. Shuning uchun qo'llab padishga bo'lib turaveringlar. Inshaalloh yaxshilik tarqatgan yashil qilgan bilan barobardir. Shu sizlar ko'rib turib, like bosib kimlardir olib turib, shundan foydalansa savobi sizga ham, bizga ham kelib turadi. Omajon. Yo, assalomu alaykum, Dastur aka. Shuga so'layapsizmi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tanjoyingiz sog'mi? Rahmat, Charchamasdan kelib aka. Ha, keldik aka. Xudo xalqimiz, obunachilarimiz Paddeshkada bo'lib duoda o'qib tursa, bir donadan like bosib qo'ysa, xudo xolasa chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz aka. Xo'p, hozir ikki xil variantda dedik. Birinchi bo'lib so'raydigan narsamiz, umumiy drabilkalar. Garantiyalar qanaqa? Garantiyalari bor. Har bitta drabilkamiz garantiyasi bor. Xonadonlarga olib borib ishlatib yurgizib, 1 oy sinov muddat beriladi. Sinov muddat beriladi. 1 oy sinov muddat beriladi, Jasur. Hozirda xalq orasida eng xalavoy, eng yaxshi sotilayotgan drabilka qaysi drabilkalar? Hozirda eng xadovoy ketayotgan drabilkalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Eng arzon aka 1,5 million so'mdan boshlanadi. Bormi 1,5 million? Eng arzoni 1,5 million so'mdan drabilkamiz boshlanadi. Faqatgina dom mahsulotining o'ziga aka. Dom mahsulotining o'ziga 1,5 million so'mdan drabilkamiz boshlanadi. Hozir eng xadovoy ketayotgan drabilkalarni bir qator hozir arzon qilib ko'rsatib beriladi. Xo'p. Birinchi bo'lib. Kompyuter tortimiz g'ildiragi bor, masofada kompyuterga olib o'taveradi, bemalol. Bemalol masofaga ballonlari bor. Ballonlari bor. O'zini zashnilari, o'zini uchatillari, voltmetrlari bor. Avtomati bor. To'yni ko'rsatib turadi, sifri. Xo'p. Eng asosiysi pastokka ishlaydi Dasturga. Eng asosiysi pastokka ishlaydi. Dasturga eng qizig'i 160-170 gacha bemalol eng pastoklarga ishlayveradi. Xonadonlarga, pastoklarga ham bemalol ishlayveradi. Juda ko'pchilik aytadi, to'kin past deydi. Bemalol xudo xolasa pastoklarga ishlayveradi aka. Zo'r-ku. Xo'p. To'k tanlamas ekanda. To'k tanlamaydi. Xudo xolasa to'k tanlash holatida bo'lmaydi. O'zini avtomati, o'zini zashni, voltmetr, sifrlar, to'klar ko'rsatib turadi. Endi Jasur aka buni 4 xil nasatkasi bor. Nasatkalarni bir qator ko'rsatib o'taylik. Xo'p, bunisi aka mol bobi, qo'y bobi, xo'p, yorma holatda, keyin kepay holatda. 4 xil nasatkasi bor aka. Qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Gagaboltli ekan deyshadi, yo'q, bizda gagaboltli yo'q, lekin atak bat ochilmaydi aka. Setkalar yonboshdan tushaveradi bemalol. Mashishlar. Bemalol. Bemalol oqongina tushib olaveradi aka. Eng asosiysi. Keyin Jasur aka buni o'sha kattalashgan variant. Kattalashgan variant. Razmerlari nechiga necha? 52 ga 52 bo'ladi hammalari. Kattalashgan variant, kichkina variantdan bas. Kirish joylari ham kattalashgan. Keyin o'zi vakuum bilan o'zi tortadi. Havo to'sqichlari bor, bu yerga
yuzga urmaydi. Tepaga tashlamaydi. Ha, tepaga chasharamaydi. Mana havo to'sqichlari atay qo'yilgan bu narsaga. O'zini xotish. Zaslonka qopqog'i. Buni vazifasi donli mahsulotlar chiqarilayotganda kerak bo'ladi. Shunday donli Bu mahsulotlarni tarafdan dukakli maydalangan, bu tarafdan sotali. shunday. Qattiq. Mhm. Qiladi. Xo'p. Keyin chiqishlari ham kattalashgan varianti. Hop. Chiqishlari ham kattalashgan varianti. Og'izlari mana katta. Shu. Motorlari Jasur aka 3,5 kilovatli, 4 kilovatli motorlar qo'yilyapti. Hop. Motorlarga shu garantiyalar beriladi, ishlatib beriladi. Jasur aka xudo xolasa aksiya narxda, optim narxda qo'yildi. Narxlari xudo xolasa eng arzoni faqatgina olov brend ostida chiqadi ekan. Narxi eng qiziq aka, optim narxda 2 million 100 ming so'mdan qo'yib yuborildi aka. 2 million 100 ming so'm. Ishga duo bo'lib tursa, bittadan lak bosib qo'ysa aka, yana ham arzon qilib, skidka narxda qilib chiqarib berilaveradi. Hozir 2 million 100 ming so'mdan faqatgina joyimizdan chiqayotgan narxi aka. Qay. Birinchi 10 talik klientimizga Hop. bitta o'zi narxda qo'yib yuboraylikmi? Bo'laveradi aka. Birinchi 10 ta telefon klienti shunday o'shalarga shu ro'yxat bo'ladi baribir. Shunday. Berib yuboramiz. Birinchi 10 talikka aka eng arzoni qilib, xudo xolasa 200 ming so'mdan skidka narxda 1 million 900 ming so'mdan chiqarib beramiz aka. 1 million 900 mingga 1 million 900 ming so'mdan universal drabilkamizni chiqarib beramiz aka. Aksiyada. Birinchi 10 talik aksiya narxida. Omali ekan aka shetiga bir dona like bosib, chiroyli kommentariy yozib qo'ysa aka, xudo xolasa har o'yinimizda masalan agar har bitta hamda videomiz masalan xudo xolasa shartlarimiz yetsa, doim bizga 3 ta video beriladi aka. 3 ta drabilka beriladi. Hop, shartlari videoda yana aytamiz. Qarang. Ushbu ko'rib turgan drabilkamiz motori alyumin. Alyumin modga. Agar shuni mislisi bo'lsa, necha pul bo'ladi? Misli bo'ladigan bo'lsa, 300 ming so'm qo'shilib bo'ladi. Shu. 300 ming so'm qo'shilib. Va yana qanaqa drabilkamiz bor? Xo'p, endi bu o'sha 3,5 kilovatli motorimiz, endi hozir kilovat kattaroq drabilkamiz ko'rsatamiz. Xo'p, mana bunisi. Ya'ni bir xil farqi yo'q buni. Narxi bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Razmerlari, katta kichiklari bir xil. Faqatgina motori. Motorda farq bor. Motorda o'sha toza 4 kilovat quvvatini beradi. Toza 4 kilovatli. Bu 3 bo'lsa, bu toza 4 kilovatli ekan. Buni biz necha pul? Buni narxi aka 2,5 million so'm. Yo'q. Joyimizda 2,5 million so'm. Aksiya narxida 2 million. Aksiya narxi 2 million 300 ming so'm chiqyapti aka bu ham. 200 ming so'mdan boshida 10 talikka xudo xolasa skidka narxda chiqarib beramiz aka. Hop, barcha materiallar yangi ishlatiladi. Hozir video davomida oxiriga ko'rsangiz sekdan ishtirokchilar ishlarni ko'rasizlar. Eski eski narsa yo'q bu. Hammasi yangi, sveji keladi. Shunday. Materiallarimiz ham lazerda kesiladi. Jasur aka mana bir qator ko'rsatib o'taylik. Lazerda, masalan, balyarkada ishlatilmaydi. Lazerda kesib. Hozir yana bitta bu yerda boshqachalarni ko'rdim nariga. Xo'p, bu ham bir xilmi? Nimalar variant, ana shu bitta ko'rsatib. Nimalar varianti. Gumalaq varianti. Faqatgina mana shu drabilkamizni gumalaq varianti xolos. Bu narxi necha pul? Buni narxi ham shu narx aka, bir xilda chiqadi. Motorga qarab turib narxi o'zgaraveradi. Motorga qarab narxi o'zgaraveradi. Hozirda masalan bu ham o'sha faqat shakli xolos. Qolgan joyi ham yo'q, bir xilda. Ha, hurmatli. Ko'taring akami. Birinchi bo'lib bug'doydi. Ashulaga chiqarib beradi. Keyingisi norma. Nimaga bunisi? Bu narsalarga suvtali makkani yorma holatga olib keltirib beradi. Apparatlarimiz.
Tezkarani bir begani samatli. Tezkarani. Jasur aka qo'y boqi. Mayli qilib chiqarib beradi. Qo'y boqi. Endi yo'qda mol boqi. Mana bu. Xo'p, endi qo'l qo'yamiz. Qanisi olib qo'yadi? Qo'l qo'yamiz. Arvash ketdi mayligilar. Mana. Mana qo'yadi, qaraymi? Mayli qilib chiqarib berdi. Shunaqa holatga keltiradi. O'zagini maydalab beradi. Qo'l qo'yani Jasur aka setkali holatga chiqarib ko'rsatdi. Omajon, Setkali holat. mana bir qator apparatlarimizni ishlashtirib ko'rsatdik. Aha. Xudo xohlasa shu paytgacha kim olgan bo'lsa, negativ yoki jalba kelgani yo'q. Shunday. Avvalo ishi sifatidan. Aha. Bundan buyon xudo xohlasa yana xalqni shunaqa drabikalarni ishlab chiqarishdan davom etaveramiz, taklif etaveramiz. Xudo xohlasa nima bo'ladi? Xalq duo qilib podeshka bo'lib tursa, yana xudo xohlasa chiroyli qilib, yana ham yangiliklar yaratib, chiroyli qilib yana chiqarib beraveramiz.